İsmim Zahra, familiyam Saidova. 2009-yil turmushga chiqqanman. Birinchi farzandim. Ismini Behruz qo'ygan. Yaxshi tug'ilgan. Sog'lom edi. Endi nima bo'ldi? Peshonamga yozgani bo'ldi. O'g'lim kasal bo'lib qoldi. Oddiygina qorin og'riq. Ko'p keladi-yu, shunaqa kasal bo'lib qoldi. Keyin больницаga bordik. 2 oylik bo'lib qoldi. Endi orada больницаdan ham o'tib chiqdik. Openda chilla bo'limida. Keyin infeksionniy больницаga bordik. O'sha kunlar reanimatsiyaga oldik, 23 kun reanimatsiyada yotdi. Bolam emizdirmadi ular. Sutinga infeksiya bor deyishdi, tashxis qo'yib tashadi ular. U bo'ldi, bu bo'ldi. Xullas kalom 23 kunda reanimatsiyadan chiqqan kuni xolos sen uyingga olib ket, xolos sen больницаga olib bordi. Shunaqa darajada bo'ldi o'sha paytda doktorlar, endi ular kimligini aytolmayman. Onam turdi yonimda, ketidan akalarim, kenalarim turdi. Shaharga olib bordik, pediatriya больницаga. O'g'limda o'zgarish bo'ldi. Shu davom etdi, lechini olib yurdik, lekin bu yoqda 23 kun reanimatsiyada yotgan o'g'lim tajribadagi quyon qilib tashaganda, shuni hisobiga o'sha o'g'limning organizmida ancha nima bo'lib ketgan, o'zgarishlar bo'lib ketdi. Olgan ukollari, olgan dori-darmonlari hammasi borib jigarga ta'sir qilgan. Orada emizdirmagan, keyin shu asnoda qo'limda 7 oylik 2,5 oylik homiladorman. Bansa yurardim. Bo'ldi, 1 oylik bo'lganda sarg'ish kasal bo'lib qoldi. Bansadan chiqqan kunimiz sarg'ish kasal 12 kun yotdik, 15 kun yotdik. 27-dekabr chiqsam, 28 o'g'lim tug'ildi. Ikkinchi o'g'lim. Hozir o'g'lim 8-sinf. Keyin men Radomga ketdim. Tuqqanman. Radomdan kelsam, o'g'lim yana qaytalab qolgan sarg'ish kasal. Keyin uni onam olib bansaga ketdi. O paytda qaytib kelgan paytim bo'lganda. Arazlab emas, shunaqa holatga to'g'ri kelib qolganda. Endi bizda bola kasal bo'lsa, kelin kasal qildi degan narsa bo'ladi. O'zbekchilikda bo'ladi-yu. Sen qaramagansan, shunaqa narsalar bo'ladi-yu. Endi kelinda ayb, bola kasal bo'lsa, sen qaramading, onada bo'ladi ayb. O'g'lim 10 oylik bo'ldi, o'zim borardim keyingilarga, o'g'lim kattaroq bo'lib qolganda. 5-avgust olib borgan bo'lsak, 5-sentyabr kuni o'g'lim o'tganda, ularga shu gapni aytgan ular. Avvalo Xudo deyman, hech kimni aybdor qilmaganman. Hech kimga doktorlar aybdor qilmaganman. Chunki menga anaqa deyishgan. Bolani go'rdan qazib olib, jasadini qiynaydi. Hech kimdan ariza yozma u degan. Endi uni ham xohlamaganman. O'zi hech kim, hammasi Xudodan degan narsa o'zimga taskin berganman. Ayza opani bir kun nimadan siqildim? Siqilib turib Instagram ko'rib o'tirsam, bularning loyihasi chiqib qoldi. Podpiskashladim. Ko'rdim hamma videosini, siz bilan bo'lgan videosini, Umid Abdullayevning bo'lgan videosini ko'rdim. Keyin Madina opa bilan ko'rdim. Qarasam, menga kerakli inson ekan. Nima deydi, hayotingizda har bitta uchragan inson biri baxt bo'lsa, biri imtihon. Men imtihonlarimdan o'tdim. Baxtim keldi degan nima bo'ladi? Endi yorug'likqa chiqasiz, qorong'ulikda yorug'lik ko'rinib ketdi menga. Kelajak ko'prigi loyihasini yoritgani uchun bizga o'xshagan onalarga nima deydi? Ya'ni o'zini ham farzandi shunaqa-yu, bizlarni tushunadigan inson ekan degan nima bo'ldi menda. Alloh rozi bo'lsin ulardan. Yaxshi inson. O'zi bilan ham videoda gaplashdim. Ochiq ko'ngil ayol.